Assalomu alaykum hammaga. Biz nasib qilsa 7-variantga ham yetib keldik. 7-variantni tahlil qismi bilan unda davom qilamiz. Xo'p, 7-variant, birinchi savol nukleoproteinlar. Nukleoprotein o'zi nima ekanligi? Nukleoprotein nomi aytyapti, nuklein kislota hamda oqsilning birikmasi. Bilamizki, nukleoproteinlari faqat sitoplazmada joylashgan, ya'ni bu yerda ribosoma haqida nima haqida gap ketyapti? Nukleoprotein bo'lgan strukturalar nukleoprotein bu ribosoma organoidini o'zi, ribosoma va heteroxromatin. Heteroxromatinda giston molekulasi hamda plus DNK bor deb o'tgan edik. Nukleoprotein faqat sitoplazmada joylashgan deyapti. Bu yerda heteroxromatin bilamizki, nimada? Prokaryotlarda yo'q. Bu yerda javobda ribosoma haqida gap ketyapti. Ribosoma. Xo'p, yadro sitoplazmada joylashgan degan haqida gap ketayotgan bo'lsa, evkaryotlarimizda bilamiz, heteroxromatin, giston va DNK qo'shilib yadroning ichida joylashgan bo'ladi. Sitoplazmamizda esa erkin holatda ribosoma joylashgan bo'ladi. Demak, bu evkaryot. S javobda esa yadroda ham sitoplazmada ham joylashmagan deyapti. Ya'ni bilamiz, viruslarimiz oqsillar bilan, ya'ni oqsil qobi kapsid bor edi unda, keyin o'zining irsiy materiali bor edi. Demak, bu yerda nima haqida? Virus haqida gap ketyapti. Javobda ribosomaga ega bo'lgan, faqat ribosomani o'ziga ega bo'lgan bakteriyalarni, xullas prokaryotlarni olishimiz kerak. Xo'p, javobda bizda qoqshol qo'zg'atuvchisi nostok to'g'ri, prokaryot. B javobda tufelka qichima qo'zg'atuvchisi. Turib tursin. Tufelka to'g'ri. Bakteriyafag, adenovirus. Demak, to'ppa to'g'ri. Endi qichima nima hisobiga kelib chiqqanligini bilishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda evkaryot hamda prokaryot bo'lishi mumkin. Shuning uchun turib tursin dedim. B javobda batsilla to'g'ri, sil tayoqchasi to'g'ri, manna berib o'tilgan to'g'ri, qo'ziqorin to'g'ri, ko'k yo'tal deyapti. Ko'k yo'tal bu bakteriya. B javob chiqib ketadi. Oscillatoriya quturish deb turibdi. Quturishni bu yana bitta nomi nima edi? Gidrofobiya. Ya'ni bu viruslar tomonidan keltirib chiqariladi. Gidrofobiya, ya'ni quturishni agar quturgan it tishlab oladigan yoki bo'lmasa boshqa quturishni yoqtirib oladigan bo'lsa, bu suvdan qo'rqish, ya'ni gidrosuv, fobiya qo'rquv, suvdan qo'rqish holatlari yuzaga keladi. Oddiy stakanda turgan suvdan ham qo'rqadi. S javob ham chiqib ketdi. D javobga qaraydigan bo'lsak endi. Hop, D javobimiz bizda ko'rinmay qolibdi. Xrakok to'g'ri, vibrion deyapti. Bu vibrion virus. Demak, S javob ham chiqib ketdi. Bizda javob demak, beixtiyor A javobimiz qoldi. Demak, nukleoproteinga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Nukleoprotein, demak, ribosoma organoidi tarkibini yozib o'taman bu yerga. 50% RNK plus 50% oqsildan iborat bo'ladi. Demak, ribosoma membranasiz, yadrochada, ya'ni yadroning ichida joylashgan zich tanacha bor edi. Shu yadrochada shakllanadigan evkaryotga ham, prokaryotga ham xos bo'lgan organoid deb o'tganmiz. Demak, javob A javob bo'ldi. Davom qilamiz. Nukleoprotein haqida tushuncha hosil bo'ldi. Endi koloniya bo'lib yashaydigan organizmlar uchun xos bo'lgan to'g'ri ma'lumotlarni toping. Xo'p, koloniya bo'lib yashaydigan, zoologiyada koloniya bo'lib yashaydigan pingvin bor edi. Pingvin haqida ma'lumot bormi bu yerda? Qaldirg'och yo'q, ustritsa haqida yo'q. Koloniya bo'lib tepada pingvin kakras mana S javobimizda oyoqlari tanasining orqa qismida joylashganligi hisobiga tanasini tikka tutadi. Yuragi 4 kamerali, o'ng aorta ravog'iga ega. O'ng aorta ravog' borasida aytib o'tadigan bo'lsam, yurakdan chiqib turib, mana yurakda misol uchun 4 kamerali desak, chiqib chapga qayrilib ketsa bu sut emizuvchilar, chap aorta ravog'. Yurakdan chiqib turib o'ngga qayrilib ketsa bu qushlar, o'ng aorta ravog'. Yurakdan chiqib turib ham o'ngga ham chapga qayrilib ketadigan bo'lsa, bu reptiliyalar, ya'ni sudralib yuruvchilarga xos xarakterli xususiyat bo'ladi. Demak, bizda javob S javobni tashkil qildi bu yerda. 3-testimizga qaraydigan bo'lsak. Xo'p, 3-testimiz ham uzun test ekan. Bu yerda quyidagi keltirilgan hujayra tuzilmalariga xos bo'lgan to'g'ri juftlangan javobni topishimiz kerak. Demak, bu yerda men o'qib javobini
moslab ketaveraman. RNKni nukleotidlargacha parchalaydi. Bilamiz, parchalash funksiyasini hujayraning ichidan parchalash funksiyasini bajaradigan bu hujayraning oshqozoni. Ya'ni biz hujayraning oshqozonini nima deb o'tganmiz? Lizosoma. DNK ga ega. DNK ga ega mitoxondriya, xloroplast, glikogen sintezlaydi. Silliq, EPT, endoplazmatik to'r. Bakteriya hujayrasida uchadi. Bakteriya hujayrasida birinchi testda ham aytib o'tdik. Bu albatta bittagina organoidimiz bu bakteriya hujayrasida uchadigan ribosoma. Uglevodni sintezlaydi. Bu ham silliq, EPT, endoplazmatik to'r. Hayvon hujayrasida uchadi. Endi hayvon hujayrasida uchadigan organoidlarimiz ko'p. Vaziyatga qarab turib olib ketamiz buni. Golgi majmuasidan hosil bo'ladi. Vakol, endoplazmatik g'oyat membranalar hisobiga edi. Uzr, vakol. Golgi majmuasidan hosil bo'ladi lizosoma. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, qarang. Lizosomani agar bitta shu bir membranal organoid edi-ku, ichida 40 ga yaqin gidrolitik fermentimiz bor edi. Ya'ni fer deb yozib qo'yaman, ferment. Mana bu qobig'ini o'zini shakllanishi, ya'ni membrananing shakllanishi bu Golgi haqiqatan ham ichidagi fermentlarimiz tabiati qanday edi? Oqsilmi? Demak, bu oqsilning sintezlanishi donador EPT plus ribosoma bilan ikkalovi birgalikda ichidagi nimasini? Fermentini sintezlab beradi. Eslab qoldik degan umiddaman. Assimilyatsiya jarayonida ishtirok etadi. Shu yerda assimilyatsiya va dissimilyatsiyada ishtirok etadigan organoidlarni aytib o'tsam, metabolizm, o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Dissimilyatsiya hamda assimilyatsiya. Dissimilyatsiyada, ya'ni parchalash jarayonida ishtirok etadigan ikkitagina organoidimiz bor. Bu narsani eslab qolamiz. Dissimilyatsiya degan parchalash. Bu ham bo'lsa uglevodni, ya'ni 2 molekula sut kislota uni ichida parchalanadi, ya'ni mitoxondriya. Bir, ikkinchisi lizosoma. Hozir aytib o'tdik. Birinchi testda RNKni nimagacha, nukleotidlargacha parchaladi. Lizosoma hisobiga bo'ladi, ya'ni hujayraning oshqozonida va mitoxondriyada parchalanadi. Assimilyatsiyada ishtirok etadiganlarni aytadigan bo'lsak, EPTlar, donador ham, silliq ham, ribosoma, rib deb yozib qo'yaman 3. Keyin xloroplastda bilamizki, qorong'ulik bosqichida fotosintezda uglevod hosil bo'ladigan. Assimilyatsiyada ishtirok etadigan organoidlarimiz shular. Xo'p, amilazani sintezlaydi. Endi qaraymiz, shu yerda fikrlaymiz. Amilaza oxirida aza bor. Aza bo'lganlar ferment. Hozir aytib o'tdim, ferment. Fermentni sintezlash funksiyasini oqsil tabiatli bu ribosoma bajaradi. Ya'ni ribosomalarimiz bilamiz, nimada donador endoplazmatik to'rni membranalarning ustida joylashgan, membranaga ega bo'lmagan organoid edi. Ribosoma evkariot va prokariot organizmda o'shar edi. ATF hosil qiladi. Xloroplast, mitoxondriya. Fermentlar sintezlaydi. Fermentlarni sintezlaydi. Hozir aytib o'tdim. Fermentlarni sintezlashni ribosomaga qo'yib beringlar. Dissimilyatsiya reaksiyalarida ishtirok etadi. Bu ham aytib o'tildi. Lizosoma hamda mitoxondriyani olsak bo'ladi. 2 qavat membranaga ega. 2 qavat membranaga ega bo'lgan organoidimiz bu nima o'zi? 2 ta organoid, xloroplast hamda mitoxondriya bo'ladi. O'simlik hujayrasida uchraydi. O'simlik hujayrasida uchraydigan organoidlarimiz ko'p. Uchramaydiganlarni aytib o'tadigan bo'lsam, o'simlikda yo'q. O'simlikda uchramaydi. Centriola, shuning uchun ham o'simliklarda poliploid formalar ko'p uchraydi. Centriola degan hujayra markazi yo'q. Xo'p, demak, bakteriyafag tarkibida uchraydi. Bakteriyafag tarkibida uchraydigan organoidni o'zi yo'q, sababi u virus. Viruslarimiz esa hayotning hujayrasiz shakllari. 15 ni beixtiyor chiqarib tashlasak bo'ladi. Qaysi javobda berilgan bo'lsa. Oqsillarni aminokislotaga parchalaydi. Yana bir marta lizosoma eritaman, parchalayman degan funksiyani bajarib beradi. Demak, 16, 12. Xo'p. Xullas, moslab chiqadigan bo'lsak, S javobni tashkil qiladi ekan bu yerda. A javobni deyishim. A javob bo'ldi bizda demak. Endi markaziy hujayra. Markaziy hujayraning to'plami 2n, spermiy n qo'shilib x deyapti. Bu 3n to'plamini endosperm.
Tuxum hujayra bilan spermiy, tuxum hujayra n, spermiy n, y deyapti. Bu 2n to'plamini murtak bo'ladi. X va y uchun xos bo'lgan javobni topishimiz kerak. Boshlang'ich ildizchaga, endospermda ildizcha bo'lmaydi, javob chiqib ketadi. Urug' uchun energiya manbai hisoblanadi. To'ppa-to'g'ri, endosperm, ya'ni oziq modda to'planishiga qarab farq qiladi. Yopiq urug'li o'simliklarimizda hammalasida endosperm bor, faqatgina endospermda oziq modda to'plansa, bu bir urug' pallalar, urug' palla barikda oziq modda to'plansa, ikki urug' pallalar bo'ladi. Demak, bu jumlamiz X'imiz xos. Undan yangi o'simlik hosil bo'ladi. Murtakda yangi o'simlik hosil bo'ladi. Javob B o'xshaydi. G'o'zada qat-qat bo'lib joylashgan. Bu endosperm emas, urug' palla barg. Urug' palla barg. Urug' palla bargimiz qat-qat bo'lib joylashgan. Javob chiqib ketdi. Ildizcha har doim ham o'sishda davom etadi. Y ga xos bo'lyapti. Ildizcha, ya'ni murtakdagi ildizcha har doim ham o'sishda davom etadi. Har doim o'sishda davom etadi. Yo'q. Murtakdagi ildizcha har doim o'sishda davom etsa, bu ikki urug' pallalar, o'sishda davom etmasa, bir urug' pallalar bo'ladi. O'sishda davom qilib, o'q ildiz tizimini hosil qiladi ikki urug' pallalarda. Nimamizda? Bir urug' pallarimiz esa popuk ildiz tizimini hosil qiladi. Har doim deyilgan jumlasi uchun chiqib ketdi. Javob B javob qoldi. Demak, 4-ga B javob bo'ldi bizda. 5-testga qaraydigan bo'lsak, ko'krak qafasi rivojlanmagan. O'zi ko'krak qafas ilk bor reptiliyalarda rivojlangan. Men har doim aytaman bu jumlani. Zoologiya kitobimizda tartib bo'yicha berilgan reptiliyalardan keyin paydo bo'lgan, ya'ni reptiliyalardan keyingi organizmlar hammasida reptiliyalarda ham nima? Ko'krak qafas bor. Bu yerda iguana reptiliya, ko'rgalak qush, ko'lbuqa qush, triton bo'ladi. Bu yerda javob D. Venular qaysi qon tomirlar tarkibiga emas? Venula bu kapillyar qon tomirlarini yig'indisi, kapillyarlarni. Demak, 6-chi A javob, 5-chi D javobni tashkil qildi. Xo'p, 7-testga o'tadigan bo'lsak. 7-test bizda. Osminoq yashash joyiga ko'ra, osminoq bilamiz bu boshoyoqli mollyuska. Boshoyoqli mollyuskalarimiz suvning o'rta qatlamida yashaydi. Nektonlar bu o'rta qatlamda yashovchilar. Edofabion tuproqda yashovchilar. Bu tuproqda yashamaydi. Bentos tubda, ya'ni suvning tubida yashovchi. Bularga baliqlarimizdan kambala. Kambala balig'i suvning tubida yashaydigan baliq hisoblanadi. Bu testlarimizda juda ham moda bo'lgan hayvonlardan bittasi baliq. Plankton suvning yuza qatlamida yashovchi organizm. Demak, javob B javobni tashkil qildi. Shamol yordamida changlanib, shamol yordamida tarqaladigan o'simliklarni toping. Bug'doy to'g'ri, yong'oq noto'g'ri. Ya'ni changlanish to'g'ri, tarqalish noto'g'ri. Tol to'g'ri, terak ham to'g'ri. Tol terak to'g'ri. Changlanish ham, tarqalish ham. Sholi to'g'ri, terak ham, changlanish to'g'ri, tarqalish noto'g'ri. Saksovul tarqalishi to'g'ri, changlanish haqida yong'oq chiqib ketadi. Javob shunda B javobni tashkil qildi bizda. Terak hamda tol. Xo'p, demak 8B. 7-chi javobimiz ham, 7-chi savol ham B javob bo'ldi. Rasmda ajratilgan bez va uning vazifasi to'g'ri berilgan, qatorni. Xo'p, bu yerda adashmasam bu rasm anatomiya darsliklarimizda yo'q. Bu yerda sal fikrlab yuboramiz. Bezni shakliga e'tibor qiladigan bo'lsak, uchburchak simon, ya'ni piramida simon. Piramida simon bu buyrakning ustida joylashgan, buyrak usti, ya'ni juft bezlarimiz hisoblanadi. Undan ajraladigan gormon adrenalin yurak ishini kuchaytiradi, muskullarning toliqishini kuchaytiradi. Ya'ni muskullar yurak ishini kuchaytiradi, ya'ni ishlashni, ya'ni qo'zg'atib beradi. Demak, bu yerda estrogen, androgen, buyrak usti bezi haqida gap ketyapti demak. Androgen ikkilamchi jinsiy bezlar homiladorlikni me'yorda o'tishini ta'minlaydi. Estrogen tuxumdonlarga rivojlanib ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Muskullarning toliqishini kuchaytiradi. Toliqishini kamaytiradi. Demak, testosteron soqol mo'ylovlarga chiqishini jinsga. Xo'p, bu yerda A javobni olgan ma'qulroq. A javob menimcha yaqin kelyapti bu yerda. Tuxumdonlarga rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. S javob ham yaqin, lekin estrogen tuxumdonlarning rivojlanishiga gormoni va uning vazifasi to'g'ri berilgan qatorni topish mumkin. Adrenalin yurak ishini kuchaytiradi, muskullarning toliqishini
kuchaytiradi. Toliqishini kuchaytiradi. Yo'q, toliqishni kuchaytiradi emas. Demak, buyrak usti bezidan estrogen jinsiy gormon chiqdi. Bilamizki, tashqi ikki qavat edi, tashqi postloq hamda ichki mag'iz qismidan tashqi qavatidan chiqadi. Demak, S javobni olamiz bu yerda. Buyrak usti bezi, estrogenlar haqida. S javob olgan ma'qulroq. S javob bo'ladi. Xo'p, endi bizda keyingi testga qaraydigan bo'lsak, 10-testda diploid to'plami miqdori 240 ekan. Mitoz bo'linish fazalari hujayrada xromosoma holati to'g'ri ko'rsatilgan. Mitoz deyilib, menimcha meyozni nimalari berib o'tilib ketgan. Bu test ko'rib chiqqandim, xatoligi bor. Noto'g'riroq berib o'tilgan. Test kamchiligi uchun uzr so'raymiz. 11-testga o'tib ketaveraman. Ulotrix jinsiy ko'payishi qaysi shakllarda uchraydi? Ulotrixda bilamiz, izogametalar yordamida jinsiy, zosporlar yordamida jinsiz ko'payadigan-da, izogameta yordamida bo'ladi. Ya'ni B javobni tashkil qiladi. Berilgan rasmda oqsil molekulasi haqidagi qanday tuzilish hisoblanadi? Bilamiz, birlamchi struktura chiziqsimon, ikkilamchi struktura spiralsimon, uchlamchi strukturamiz globula, bir nechta globula shaklida bo'ladigan bo'lsa, bunaqa ko'rinishda bu birlamchi, bu ikkilamchi, bu uchlamchi, bu to'rtlamchi. Bu spiralsimon, demak, bu yerda oqsilning ikkilamchi tuzilmasi. Ikkilamchi tuzilmaga kollagen, keratin kabi oqsillarimiz misol bo'ladigan edi. Demak, bizda 12-testga B javob, 14-testga qaraydigan bo'lsak, Turkiston ismolog'i hamda oddiy jag'jag' uchun umumiy bo'lgan tushunchani aniqlang. Umumiy deyapti bu yerda. Turkiston ismolog'i sho'radosh, oddiy jag'jag', ya'ni yana bir nomi achanbata, karamdosh. Urug' xos, hop, bir yillik xos, murakkab barg, bargi murakkab emas, tuguncha xos, yonbargcha. Sho'radoshlarda ham, karamdoshlarda ham yonbargcha yo'q. 5 bor javobni chiqarib yuboraman. Hop, oddiy gulqo'rg'on. Turkiston ismolog'ini oddiy gul kosachasimon. Faqatgina shu oilada. Oddiy gul kosachasimon, oddiy gul toshsimon bo'lsa, bir ruh pallalar deydi. Demak, bu xos, lekin karamdosh uchun xos emas. Demak, 6 ham chiqib ketsa, javob D javob bo'ladi 13-testimizga. Xo'p, davom qilamiz. Barcha o'simlik hujayralarida uchraydigan tuzilmalarni topishimiz kerak. Demak, barcha o'simlikda uchraydigan tuzilmalar kerak bizga. Ribosoma barcha o'simliklarda uchraydi. Leukoplast uchraydi, xo'p. Vakuola uchraydi. Chromoplast, rangsiz bo'lgan o'simliklarimiz yo'qmi? Bor, albatta. Chloroplast masalan uchramaydi deb olishimiz ham mumkin buni. Xo'p, barcha o'simliklarda nastok, misol uchun siyanobakteriya, ya'ni suv o'ti, u ham bir o'simlik. Unda misol uchun nima uchramaydi? Uchramaydi, yadro uchramaydi. 5 ni chiqarib yuborsak bo'ladi. Mezosoma, bu o'simlikda nima qilsa mezosoma prokaryotlar uchun xos. Demak, javob B javobni tashkil qildi. Xo'p, rasmda ko'rsatilgan neyron hujayrasida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi to'g'ri nomlangan javobni topishimiz kerak. Demak, to'g'risini topishimiz kerak quyidagi rasm uchun. Rasmimiz quyidagicha, ya'ni bu yerda neyron hujayrasi nima tasvirlangan? Neyron haqiqatdan ham. Birinchi neyron, ya'ni neyronning neyrosomasi to'g'ri, ikkinchi aksoni haqiqatdan ham to'g'ri, tashqi tomonidan miyelin qovoq bilan o'ralgan, uchinchisi uni shoxlangan o'simtasi dendron, ya'ni dendritlarimiz. Demak, javob A javobni tashkil qildi bizda. Xo'p, birinchi, ikkinchi akson, birinchi, uchinchi, ikkinchi, uchinchi akson deyilganligi uchun chiqib ketdi. Bu yerda nomi adashib ketilgan. Demak, javob A javob. Qobon qaysi sinf uchun sinfga mansub? Qobon bilamiz bu nima? Yovvoyi cho'chqa. Yovvoyi cho'chqalarimiz bular kavish qaytarmaydigan juft tuyoqli edi. Kavish qaytarmaydigan juft tuyoqli sutemiz uchlar sinfiga mansub. Demak, 16-javobni testimiz S javobni tashkil qilibdi. 17-testga qaraydigan bo'lsak, yalpi tanlanishdan yakka tanlanish farqini aniqlang. Yalpi tanlanishdan yakka tanlanishga xos xususiyatni olishimiz kerak. Tanlanish o'zi 2 ga bo'linar edi. Tanlanish. Yalpi
Yakka, yana bitta nomi individual edi. Individual. Yalpi tanlanish o'tkaziladigan edi. Yalpi tanlanish chetdan changlanuvchilar uchun, chetdan changlanuvchi o'simliklarga nisbatan yakka tanlanish o'tkaziladigan-di. O'zidan changlanadigan organizmlar uchun, ya'ni o'zidan changlanadigan o'simliklarimiz uchun hamda eslab takrorlab o'tamiz, hayvonlar uchun. Endi o'zidan changlanadigan o'simliklarni ham takrorlab o'tadigan bo'lsak, buni eslab qolgandik. N, ya'ni non ko'rinishida. Namatak, olma, nok, no'xat. Namatak, olma, nok, no'xat. Menimcha tushunarli deyilgan, tushuntira oldim degan umiddaman. Yakka tanlanish bo'ladigan bo'lsa, xo'p, o'simliklarda qimmatli navlonlar to'g'ri, chetdan changlanuvchi o'simliklarga nisbatan qo'llanilgan noto'g'ri, olingan genetik nuqtai nazardan bir xil bo'ladi. To'g'ri. 3-chi tepaga qaraymiz endi 4-chi. Xo'p, bu yerda nima deb berilgandi? 5-chida olingan genetik navlar bir xil bo'lmaydi. Yo'q, bir xil bo'ladi. 3-chi ham chiqib ketadi. Shunda toza liniyalar olinadi. To'g'ri. 3 ham chiqardik, 2 ni ham chiqardik, adashmasam. Shunda javobimiz A javob qoldi. Tuya qaysi parazit uchun asosiy? Demak, buni o'chiraman. Tuya qaysi parazit uchun asosiy, qaysi parazit uchun oraliq? Tuya bilamiz o'txo'r hayvon. O'txo'r hayvonlarimiz exinokok uchun oraliq xo'jayin. Odam ham exinokokni oraliq xo'jayinlari qatoriga kirib qolar deganda, yirtqich hayvonlar esa exinokokni asosiy xo'jayini. Jigar qurtini esa o'txo'r hayvonlar asosiy xo'jayini. Demak, bu yerda jigar qurtida tuya asosiy xo'jayin bo'ladi. Demak, S turish kerak birda. Tak, xo'p. Exinokok qani? Exinokok B, ya'ni oraliq xo'jayin. Demak, javob S javobni tashkil qildi. Tushuntira oldim degan umiddaman. 19-testga qaraymiz. Oliy nerv faoliyati bilan bog'liq bo'lgan javoblar sonini aniqlang. Demak, bu yerda to'g'ri fikrlarni biz topib o'tishimiz kerak. Sechenov oliy nerv faoliyati to'g'risidagi zamonaviy ta'limotni yaratdi. Haqiqatdan ham Sechenov yaratdi o'zining zamonaviy nerv faoliyati to'g'risidagi ta'limotni. Ovqat og'izda tushganda so'lak ajralish shartsiz refleks. To'g'ri. Ya'ni biz kontrol qilmaymiz. Yangi tug'ilgan chaqaloqda nafas olish shartli refleks hisoblanadi. To'g'ri. Ya'ni nafas olish jarayoni bu shartsiz refleks, ya'ni uni bizga hech kim o'rgatmaydi, nasldan naslga o'tadi. Lekin ilk bor nafas olish jarayonida tug'ilganda chaqaloqni bu yerda kindikni onadan ajratilgan paytda, kindik ya'ni shart bor bu yerda ajratilgan paytda organizmda kislorod ko'payadi. Sharti kindikni nima qilish? Kesish hisobiga bo'ladi. Ya'ni ilk nafas olish bu shartli refleks hisoblanadi. Aksarish shartli refleks. Yo'q, aksarish bu shartsiz refleks. Hech kim o'rgatmaydi bizga. Chamalash refleksi notanish ta'sirlovchi ta'sirida yuzaga chiqadi. Notanish ta'sirlovchi ta'sirida chamalash refleksi emas, bu induksion bo'ladi. Induksion. Notanish, ya'ni induksiya bizni refleksimiz ustini boshqa refleks qoplab o'tib ketish. Misol uchun, men hozir dars tushuntiryapman. Qaysidir bir to'polon ko'chada bo'ladigan bo'lsa, dars tushuntirish jarayonimi, ya'ni meni refleksimi, o'rgatish refleksimi tashqaridagi hosil bo'lgan, misol uchun noqulay vaziyat, noqulay hodisa ustini qoplab o'tib ketishi mumkin. Demak, bu ham chiqib ketadi. Demak, bizda 1 2 3 3 ta javob to'g'ri hisoblandi. 20-testga qaraydigan bo'lsak, ko'rish analizatoriga xos bo'lgan to'g'ri fikrlarni topishimiz kerak. Oqsil parda ichki yuzasida qora pigment joylashgan. O'zi ko'zni pardalarning strukturasini yozadigan bo'lsam, 1 2 3. Ya'ni bu ichki, mana e'tibor qilasizlar, bu to'r parda, qizil bilan tasvirlangan qon tomirli parda, ya'ni tomirli parda, tashqi esa fibroz parda yoki bo'lmasam oqsil parda, va hokazo muguz parda deb kelgan joylari ham bor. Endi qora pigmentda joylashuviga e'tibor qiladigan bo'lsak, qora pigment qon tomirli pardani tashqi yuzasida mana shunaqa ko'rinishda joylashadi. Mana shunaqa ko'rinishda. Ya'ni tashqi fibroz parda bilan oqsil pardaning o'rtasida qon tomirli pardaning tashqi yuzasida joylashgan. Demak, tashqi deyilganlik, ichki deyilganligi uchun chiqib ketadi bu jumlamiz. Qora pigment nimaga kerak? Ko'zga ortiqcha nur tushgan paytda ortiqcha nurni qora rangimiz o'ziga yutib olish uchun kerak bo'ladi. Tomirli pardaning oldingi qismi shoh pardani. Yo'q, tomirli pardani emas, fibroz pardaning oldingi qismi, ko'zni oldingi tomonda bizga ko'rinib turadigan qismi bu shoh parda hisoblanadi. Shuni hosil qiladi fibroz parda.
Ko'rish markazining faqat tayoqchasimon hujayralardan iborat o'rta qismi aniq ko'rish markazi hisoblanadi. Tayoqchasimon emas, kolbasimon. Menimcha D o'xshaydi. Ko'zning kamalak pardasi melanin pigmenti ko'z rangini belgilaydi. To'ppa-to'g'ri. Melanin pigmenti ko'zda bilamiz, rodopsin pigmenti, keyin melanin pigmenti bo'lishi mumkin. Rodopsin pigmenti, rodopsin oqsili to'r pardada joylashgan tayoqchasimon reseptorlarning ichida edi. Kamalak pardamizda esa markazda, ya'ni kamalak pardaning ko'zni rangini belgilab beradi melanin pigmenti. Javob 20-testda D javob bo'ldi. Xo'p, 21-test. Quyidagi ma'lumotlar qaysi tuzilmalarga mos keladi? Tarkibida adenin, riboza, ikkita fosfat kislota. Demak, bu ATF deyilganligi uchun B chiqib ketadi, RNK deyilgani uchun D chiqib ketadi. Monosaxarid hisoblanadi. Riboza monosaxarid, saxaroza bu disaxarid. Demak, javob o'z-o'zidan A javob bo'ldi. Xo'p, 22-test. 22-testda bosh skeletlar kenja tip vakili qonunlanish sistemasi bo'ylab qonning harakati to'g'ri juflangan. Ya'ni bu nima harakat haqida ketyapti? Lansetnikda qorin aorta deb boshlanadigan yurak nima qilsin lansetnikda? Yurak yo'q deganmiz-ku. D javobga o'tamiz. S javob va D javobni ko'rib chiqamiz. Orqa aorta, jabra yo'q. Orqa aortadan jabraga bormaydi. Qorin aortadan jabraga boradi, keyin jabralar yordamida orqa aortaga chiqadi. E'tibor qilishlaringizni so'rayman. Qorin aortada karbonat angidridli qon, orqa aortada kislorodli qon bo'ladi. Hamma organizmda. Agar qorin aortasi deb keldimi, hamma organizmda kislorod va karbonat angidridli qon tomir bo'ladi. Xo'p. Sekvoya dendronning qubbalarining og'irligi haqida masalalar kelgan. Bu masalamiz ham juda ham oddiy masala. 6-sinf botanika kitobda berib o'tilgan. Ishlanishini guruhga tashlab qo'yamiz. Tashlanadi. Xo'p, endi 24. Quyidagilar orasidan subklient. Yana bir marta yozib o'tamiz buni. Adashmasam boshqa variantlarni tahlildan ham ko'rganmiz. Tak. Kserofit o'simliklarimiz sklerofit hamda subklientlarga bo'linadigan edi. Sklerofitlarimiz nasos o'simliklar, nasos, ya'ni suvni shimib oladi, chiqaradi, bo'ladi va shimadi, chiqarib yuboradi, suvni shimadi, chiqarib yuboradi. Subklientlarimiz esa bularda asosiy, ya'ni parenximatik to'qima yaxshi rivojlangan bo'ladi, suv to'plovchilar. Suv to'plovchi. Ya'ni bular o'z navbatida poyasida suv to'plovchi kaktus, sutlama kabi o'simliklarga va barganda suv to'plovchi maladilo, agava, aloe kabi o'simliklarga bo'linib ketadi. Kaktusni olishimiz kerak, sutlamani, agavani, maladiloni 1, 3, 7 ta. Demak, javob S javobni tashkil qiladi. Xo'p. Endi o'rta ichki quloq bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotni toping. Demak, to'g'ri javobni topishing. Nog'ora parda chiqib ketadi. Tashqi quloq bu yerda ham nog'ora parda kelib turib chiqib ketadi. Suyak labirint A javobda berib o'ting. Yo'q, bu ham chiqadi ekan. O'rta quloqimizda suyak labirint nima qilsin? Javob B javobni tashkil qiladi. Quloq mo'ysasi agar sizda muammo bo'ladigan bo'lsa, YouTube kanalimizda eshitish analizatorini ma'lumotlari berib o'tilgan. 25-test demak bizda B javobni tashkil qildi. O'rta quloqimiz halqum bilan tutashgan, edda limfasi yo'qligi esa ichki quloqda joylashgan. Moddalar almashuv jarayoni. Demak, 26-ham test masala ekan, buni ham ishlanishi guruhga tashlanadi. Exinokokning hayot sikli aks ettirilgan sxemada birinchi, ikkinchi raqam qanday raqam nimaga mos keladi? Xo'p, rasmni ko'rib olsak. Demak, it ichagida voyaga yetgan organizm 1 berilgan, keyin 2 berilgan. Xo'p, qoramol ichagidagi tuxum. Demak, it ichagidagi voyaga yetgan organizm o'zidan tuxumlarni aralashtirib, tuxumlarni ajratib tashlaydi. Axlati bilan qo'shib, bu o't o'simliklarga yem-xashakka tushgan paytda qoramolni yuqtirib oladi. Demak, bu yerda tuxum bo'lishi mumkin, qoramol ichidagi tuxum bo'lishi mumkin. Ikkalasi ham bo'lishi ehtimoli bor. Xo'p, asosiy hujay ichagidagi lichinka deyapti. Bu chiqib ketadi.
Asosiy xo'jayini bilamiz, exinokokda nima dedik? It, ya'ni yirtqich, bo'rilar, tulkilar, yirtqich hayvonlar. Tuxum ham to'g'ri kelishi mumkin. Ikkinchida qoramolni ichagiga tuxum tushdi deylik yoki bo'lmasam tashqi muhitdagi tuxum deb oladigan bo'lsak, endi qoramol ichagiga tushib turib, ichakda lichinka, ichakdagi lichinka, tuxumdan lichinka chiqdi. Chiqqan lichinka ichakdan qonga so'rilishi kerak. Keyin esa jigarga, bilamiz, ichakdan so'rilgan strukturlar jigarga borib turib, qoramolni jigariga borib, odamni jigariga borib, nima qiladi? So'rilgan strukturalarimiz tozalanadi. Bu yerda qon turishi kerak adashmasam. Qoramol qonidagi voyaga yetgan exinokok. Qonidagi voyaga yetgan, yo'q. Voyaga yetgan bo'ladigan bo'lsa, u asosiy xo'jayinda voyaga yetadi. Javob ham chiqib ketadi. Tuxum qoramol qonidagi lichinka. Bu javob to'g'ri, shak shubhasiz. Bu javob bo'ldi shunda. Tuxum it organizmida sistem. Yo'q. Itni hozir aytib o'tdim. Bu asosiy xo'jayin. Demak, bizda bu javobni tashkil qildi. 27-testimizda. 28-testga qaraydigan bo'lsak, urg'ochi hamda erkak organizmning tuxumdon va urug'donlari nisbati. Tuxumdoni ikkita bo'lsin, urug'doni bitta bo'lsin deyapti. Bu beixtiyor meni kallamga keladi. Shu nima keladi? To'garak chuvalchanglar, askaridalar keladi. Askaridalarga teskari, ya'ni 2 ga 1 deyilyaptimi bu yerda? Urug'doni bitta, tuxumdoni ikkita. Uni teskarisi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 1 ga 2 bo'ladigan bo'lsa, bu baliqlar. Ya'ni askaridaga teskari deb yodlagan edik bu narsani. 2 ga 2 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni tuxumdoni ham ikkita, urug'doni ham ikkita bo'ladigan organizmlarni topishimiz kerak. Oq planariya deyapti, chiqib ketadi. Gijja to'garak chuvalchang bo'lganligi uchun olishimiz mumkin. S javobda qoramol tasmasimon chuvalchangida unaqa emas. Qoramol tasmasimon chuvalchangini adashmasam tasvirlagandik buni. Shu ko'rinishda bitta tuxumdoni, ikkita yon tomonida urug'doni va juda ko'plab ikkita yon tomonda bitta bachadoni, ikkita yon tomonda tuxumdoni va juda ko'plab urug'doni bor edi. Har bitta bo'g'imida shu darajada ko'p bo'lgan jinsiy sistemasi aktiv rivojlangan edi. Odam askaridasini olsa bo'ladi. Butli o'rgimchak. Butli o'rgimchakda haqida ma'lumotimiz yo'q. Manna lishaynik, manta skat baliq. O'g'or baliq ham kulrang o'laksa hasharotlarimiz esa tuxumdon va urug'donlar bir juftdan deyilgan jumla bo'lganligi uchun B javobni olamiz. 28 B javob bo'ldi shunda. Xo'p, endi shuvoq bargi va gul tuzilishiga xos xususiyatni toping. Shuvoq bilamiz, qo'qotoshlar oilasiga xos o'simlik hisoblanadi. Uni bargini tuzilishi haqida oilani boshida umumiy xarakteristika berilgan joyida aytib o'tilgan. Bargi butun bo'lsa kungaboqarni hammamiz ko'rganmiz. Katta butun barg hosil qiladi. Bargi patsimon bo'lingan. Nima qilingan? Bo'lingan, ya'ni mana bunaqa ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, u shuvoq. Patsimon bo'lingan bo'ladi. Tekis deyilgan joyi yo'q, yaprog'i butun. Hozir aytib o'tdim kungaboqar, o'rama barg deyilgan joyi ham yo'q. Demak, javob B javobni tashkil qildi bizda. Noto'g'ri javobni topishimiz kerak ekan. 30-oxirgi testimiz noto'g'ri javobni toping. Rishta tirik lichinka to'p ko'payadi. To'ppa-to'g'ri. Rishtalar to'garak chuvalchanglarga mansub bo'lgan organizmlar. To'garak chuvalchanglarga kiradigan organizmlarni sanab o'tsam. Rishta, nematoda, askarida, gijja. Keyin 10-sinf kitobda bir dana joyida jinsni aniqlash usulida berib o'tilgan kalavratkani adashtirib yuboradi ko'pchilik. Kuropatka bilan kuropatka qush, kalavratka to'garak chuvalchang. Odam exinokokning oraliq xo'jayini. To'ppa-to'g'ri exinokokni hozir aytib o'tdik. Rasmda bu sxemada ham bor edi. Odam va nimalarimiz, o'txo'r hayvonlarimiz oraliq xo'jayini hisoblanadi. Zuluklar dengizda yo'q. Zuluk chuchuk suvda yashaydi. Hamda ularning nechaga yaqin? 400 ga yaqin turi bor. Taroqcha go'sht uchovlari. To'g'ri. Demak, 30-testimizda javob C javobni tashkil qildi. 7-variantning tahlili shundan iborat edi. Keyingi variantlarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.